Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah'ın muvaffaq qilishi bilan biz aile terbiyesiga aloqador ayolninki haq huquqlarga, mas'uliyat, majburiyatlarga aloqador darsimizni davomlashtiryapmiz. Alloh taologa o'ziga loyiq ravishda hamd sanolar bo'lsin. Allah subhanahu taala bu dersimizni tilimizni tushundigan, suhbatimizga qatnashgan barcha musulmonlarga ikki dunyo manfaatli qilib bersin. Allah subhanahu taala butkul koinotni yaratish bilan birga biz insonlarni ham yaratdi. Allah bizni yaratib tashlab qo'ymadi va yaratishdagi maqsad muddaosini ochiq bayon qilib, astag'firullah, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jin va insonlarni faqat menga ibodat qilsin uchun yaratdim dedi. Demek Allah Teala'nın bizni yaratışda ma'lum ilahi iradesi var ekan. U bo'lsa-mu oyatda ochiq bayon qilingan şekilde o'ziga ibodat qildirish, o'ziga qulchilik qildirish ekan. Buningda jinlar olami bilan insonlar olamini Alloh subhanahu taolo o'xshash bir şekilde shariatga taklif qilib, o'ziga ibodat qildirishni maqsad qilib turib yaratgan ekan. Yuqorqi oyat shuni dalillaydi. Demek Allah bizni yaratib va yaratishdagi maqsadini bayon qilib ham tashlab qo'ymay, belki hayat mizanını, yaşaş yollarını özünün ezeli kalamı olan Kur'an-ı Kerim arkalık bir ta'lim verdi. Hadis Resulullah hem bunun içi kirkitidir. Çünkü hadis Kur'an-ı Kerim'nin ki şerhisi, tefsiri okşaydı. Demek kitap ve sünnet arkalık barıcı yaşaş yollarımızını tefsili bayan kıp verdi. Hiç nes kapkağını yok. Hacetxana qaysi putilen kirip qaysi putin çıkıştın tartıp, devlet başkuruş, yer şarını kandak idare kılışkı kadar bütün çoğun küçük işlerini kaldırmayı tefsili bayan kıldı. Estağfirullah. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Bana bu ayet hem şunu delilleydi. Ey Muhammed Aleyhisselam, sizge kitap ne? Yani Kur'an-ı Kerim nazil kıldıkken bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim hemme nersini bayan kıpırdı. Yani sizge hemme nersini bayan kıpırdıgan Kur'an-ı Kerim'de nazil kıldık deydi. Bana bu ayetten تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ hemme nersini bayan kıpırdıgan degenden çalı koymaganken Allah subhanahu wa ta'ala hemme nersini tefsili bayan kılgan iken hiçbir çıkırıp etişka ya toluqlaşkı tegişlik bir yeri kalmagan iken degen mezmun muşandan çıkıdı. Allah Teala buna olan küfaylanmay yana peygamber evet ve o peygamberlerini bizge örnek kıldı. Cümleden peygamberlerinin tügencisi boğan Hatumun Nebiyyin, peygamberlerin tügencisi ahirkisi boğan Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ne hem bizge evetti ve bizge örnek kılıp emeli yaşattı. Allah kainatını öz ilahi iradesi ve kudreti bilen kontrol kıldı. Şuningdek Allah kainatının bir parçası boğan biz insanlarning hem özününki ilahi kanunu bilen idare kılınışını xaladı. Allah Teala'nın kevni ve şer'i de iki iradesi var. Kevni iradesi ve şer'i iradesi. Kevni iradesi Allah Teala'nınki başka mahlukatlara okşaş, barca canavarlara okşaş, insanlar hem bekitken kanuniyetleri. Şer'i iradesi olsa Allah Teala'nın şeriat tarafından boğan, mükafat cezağı ibardıgan şeriat tarafından boğan iradesi. Demek Allah Teala biz insanlarını özününki şer'i iradesi bilen idare kılınışını xaladı. Yani taşlap koymadı. Bunun için Allah biz insanların yaşamımızga muvaffaq ve faydalı boğan en mükemmel çekçigiralarını bekitip verdi. Mesela çeklemelerinki yukarısı haram olsa töveni mekruh, buyruqlarının yukarısı halal olsa en töveni mubah veya ki mustahab degendek. Allah Teala'nın çekçigiraları eniq bekitilgen. El halalu beyyinun vel haramu beyyinun ve beynehuma umurun müştebihat. Halal mı uçuk, haram mı uçuk, o ikisinin oturusunda şüpheli kişiler var. Deyiş arkalık, xuddi bir padişahının egallab turgan zimininin chekchegaraları bo'lgan o'xshash, Allah ham chekchegaralarni bekitdi. Mana bu chekchegaralarni bo'ylagan asosda, buning asosan Allah jazo va mukofotlar ham tayin qildi. Bu jazo mukofotlarning ba'zilari hayot dunyoda beriladi. Kechirilmay qolgan jazolar oxiratda va yana aqiladigan mukofotlar ham oxiratda berildi. Bu vaqtdagi oyat hadislarga tayyorlangan vaqtimizda Allah subhanahu taala umumiy hayotlikni yana 3 ga ayirib, dunyo hayoti, qabr hayoti va oxirat hayoti qilib bekitdi. Mana bu 3 hayotning ichidagi dunyo hayotida
insanlarga kısmen yani cüz'i ihtiyarlıklarını berip imtihan dünyası kıldı. Bu kısmen ihtiyarlık biz insanlar bilen cinlarda da var. Malaik peristlerde yok. Hatta başka her xil uçar kuşlar, kurut qo'ng'izlar, dengizning ichidagi har xil canavarlar, havada uçadiganlar, mana bularda ham bu ihtiyarlık yok deb qaraldi ulamolarning nazarida. Demek biz insanlar bilen cinlarga Allah subhanahu wa ta'ala qabul qilish, rad qilish, inkar qilish, tanlash degandek ba'zi ihtiyarlıklarni berdi. Mana shu borada biz imtihon qilinamiz. Yana ba'zi masalalarda bizning ihtiyarlığımız yok. Mesela qanchalik yashash ihtiyarlığımız yok. Qo'saqning ichish masalasida ihtiyarlığımız yok. Ussash masalasida ihtiyarlığımız yok. To'ng'ish, isish masalalarida ihtiyarlığımız yok. Uxlash, mugdash bularda biz mecburmiz. Ana oshuningda mesela yeyish ihtiyarlığımız yokken ama nimani yeyish ihtiyarlığını berdi Allah Teala. Qo'y go'shini yeymizmi? Cho'shqi go'shini mi? Ussashdan iborat bu tabiatni bekitib qo'ydi, ammo nimani ichishni Allah Teala bizga ham ihtiyarlik qo'yib qo'ydi. Mana bularda Allah Teala bizni imtihon qilib ihtiyarlik qo'yib qo'ydi. Demek Allah Teala mana yuqorqi 3 xil hayotning mana shu dunyo hayotida insonlarga juz'iy qisman ihtiyarliklarni berib, mana shuni bizga imtihon qildi. Dal aşı barada biz, aşı ihtiyarlıklarımız barada nimini yeganligimiz, nimini ishganligimiz, qanday kiyganligimiz, mana bu barada qanday yashaganligimiz barasida savol so'roq qilinamiz. Undan boshqa Allah subhanahu wa ta'ala o'zining va mahluqotlarining orasida haq huquqlar tayin qildi. Yani asosli bu haq huquqlar 4 xil bo'lib, haqqulloh, Allohning haqqi, haqqul abd, bandaning haqqi, haqqun nafs, nafsining haqqi va haqqul mahluqot, mahluqotlarning haqqi deb 4 ga ayrildi. Nefsini paklashning 10 xil yo'li degan darsimizda bu vaqtda to'xtalib o'tgan edik. İnşallah zarur tepilsa o'z o'rnida yana to'xtalsak bo'ladi. Demek Allah o'zining va mahluqotlarining orasida ularni shunday tashlab qo'ymay, haq, huquqlar, mas'uliyat, majburiyatlar tayin qildi. Oilada ham shunday bu haq huquqning doirasiga kiradigan, haqlarni o'z ichiga olgan holatda oila tuzumlarini bekitdi. Er ayol o'tirsida, ata-ona bilan bola o'tirsida, xulum qo'shnilar o'tirsida ham haq huquqlarni bekitdi. Qarindoshlar, biz navbatda eng haq huquqlar dafsanda bo'layotgan bir zamonda yashayapmiz. Zulm, yer sharini qoplagan, odamni o'z ichiga olgan har qanday bir jonivar haqsizlikqa, tajovuzga uchrayotgan bir adolatsiz muhitni boshdan kechiryapmiz. Bu hammaga ma'lum. Ya'ni bir o'rmon qonuni davri suryapti. O'rmonda qaysi hayvon kuchli bo'lsa, boshqalarga shu zulmgarlik qiladi. Qog'illar uni yemchi bo'ladi va shu kuchli hayvon tarafidan har xil zulmlarga, adolatsizliklarga uchraydi. Ya'ni jismoniy jihatli kuchlilik. Hozir yer sharida ayni shu o'rmon qonuni yurgizilyapti. Yani insonlarga nisbatan kimning puli bo'lsa, iqtisodi bo'lsa va yoki huquqi bo'lsa, hatto u kishi tan jihatdan ojiz bo'lgan taqdirdami insonlarga iqtidorchilik qilyapti. Insonlarga boshliqlik qilyapti. Raislik vazifasini o'tayapti. Acizlar davamlıq aciz holatda qelaveradigan, mazlumlarning haqqi elinib berilmaydigan, acizlar har vaqt ezilib, mijilib, siqilib yashaydigan, kuchliklarningki yashishiga acizlar sabab bo'ladigan, shularni yeb samirib ketaveradigan, mana shunday bir o'rmon qonunini yer sharidagi insonlar boshdan kechiryapti. Bo'lib bu qandaylikin bir yerda yosh yoki qon oqqan bo'lsa, ko'pincha holatda ularning musulmonlar ekanligini ko'ryapmiz. Ya'ni bu yer sharidagi İnsanlar içinde Müslümanların en köp eziyet çekiyotganligini ko'ryapmiz. Bu Müslümanların sani insaniyat tarixida en köp bir zamanda yaşayapmiz. Necha 100 kishiga bir masjid to'g'ri kelgudek ham ahida musulmonlik da'vosi qilayotgan bir vaziyat yaşayapmiz. İslam nomidagi dunyo dangliq jamiya, universitetlarning bahayvat bina qurilishlari qad ko'targan bir jahonda yaşayapmiz. Undan boshqa musulmonlar joylashgan rayonlar jug'rafiyalik jihatda eng boyliqqa to'lgan munbat ziminlarni o'ziga olgan, undan boshqa strategik afzalliklarga ega bo'lgan bir holatda. Ammo dunyodagi eng faqir, eng bo'zaq qilinayotgan, e'tiqodi to'xtovsiz har xil shaklda hujumlarga uchrayotgan, qini eng ko'p to'kilayotgan, obro'yi eng ko'p dafsanda qilinayotgan, mol-mulki eng ko'p talon-taroj qilinayotgan, ayol bolalarga boshqalar egolab qolgan insonlar dal musulmonlar bo'ladi. Ya'ni yer sharidagi bu o'rmon qonunining qurboniga aylanayotgan kishilar bo'lib musulmonlar bo'ladi. Albatta, yer sharini bunday zulm qoplagan ahvol ostida insonlardan sirt bütün can canavarlar mana bu adolatsizlikni,
bu zulümni ko'rayotdi. İnsanlarda adalet yo'qolgandan keyin, insonlardagi malaikalik sifat yo'qolgandan keyin hayvoniy sifatga, hayvoniy xarakteri kirib ketadi-da, hayvondan farqlanmaydi, hatto hayvondan oshirib o'tadi. Chunki insonda aql bor. Shu aqlning turtkisida hayvonlardan betar vahshiylashib, u zulmni ko'z ko'rmaydi. Ko'ryapmiz mana hozir. İnsanlar emas, bütün can-jonivorlar qanday zulmlarning qilinayotganligini ko'ryapmiz. Masalan, ana shu bizning vatanlarimizni tajovuz qilib besib olgan Xitoy kofirlari insonlarga noiti qabih vositalarni qo'llanib zulm qilyotdi. Buni maxfiy shaklda deb beryotdi. Hayvonlarga ham shu. Tirik holatda qozonga tashlab, ko'ydirib, ostini o't yiqib yoki majburiy bir yerga isib qo'yib, bog'lab qo'yib, uni o't yiqib, shuni o'ltirib, shu jarayonda uni tamash qilib, uning o'lish jarayonidan shu bir nafsini qandirish uchun, yeyish uchun shu ishlarni qilyapti. Sababi nima desa, yer sharni zulm qopladi. Yer shardan adolat, insonparvarlik, vijdon ko'tarilib ketdi. Bularning tub sababi zodi nimadir? Buni izlaydigan bo'lsak, qarindoshlar, bir ig'iz javob bersak, dindan uzoqlashganligimizdan. Mayli bütün insonlarning tortayotgan zulmi, mayli musulmonlarningki ustidagi xorliqni ketmasligi va yoki boshqa jon-jonivorlarning ham mana bu zulmning chetida qolmasligiga tub sabab yer shariga ega bo'layotgan Allah zaminni xalifa qilish uchun, zaminni gullantirish, rivojlantirish uchun yaratgan bu insonlarning dindan uzoqlashganligi. Tub sabab shu. Buning uchun avval dinimizni, shariatimizni o'rganishimizga jiddiy ehtiyojimiz bor. Yani dindan uzoqlashdi degan gap, dindan xabarsiz qoldi degan gap. İnson bir narsadan qanchaki uzoq bo'lsa, u vaqtga ma'lumot oz bo'ladi. Ko'zdan jiroq, ko'ngildan jiroq bo'ladi. Shuning uchun avval qilgan ish dinimizni, shariatimizni o'rganishimizga to'g'ri keladi. Ondan mana bu o'rganganlarimizga amal qilishimizga to'g'ri keladi. Biz ham bu suhbatlarni, mana bu darslarni shu maqsadda uyushtiryapmiz. İlahi ta'lim tarbiya universiteti bo'lgan Rasulullohning madrasalariga bir nazar tashlab baqili. U madras tarbiyalangan sahobalarga bir nazar tashlab baqili. U sahobalarning madrasalari tarbiyalangan tabiinlarga bir nazar tashlab baqili. U tabiinlarning madrasasi tarbiyalangan atba'u tabiinlarga bir nazar tashlab baqili. Mana bu madrasalardan yetishib chiqqan, shu sirti oddiy sadda, lekin ichi ilm, irfon, hidoyat va nurga to'lgan kishilar dunyoga hukmron bo'ldi. Katta imperiyalar ularga boj to'lab yashadi. Nima uchun? Yuqorida biz degandek, ular dindan uzoqlashmadi. Aksicha dinni hayotim deb tushundi. Dini hayoti bilan yug'urilib ketdi. Qanday bir masalaga yo'liqsa, hayotining qaysi bir do'qmushida bo'lsin, din nima deydi? Din qanday menga yo'l ko'rsatdi? Allah va uning rasuli bu ishimdan rozimi, rozi emasmi? degan bu o'lchamni qo'yib turib, bu insonlar yuqorqidek katta imperiyalarga boj to'latib, butun dunyoga hukmron bo'lib yashadi. Shu zamonlarda osmonda islom quyoshi chiqdi. Quyosh musulmonlarning ustiga chiqdi, musulmonlarning ustiga patdi. Hozirchi bir narsa o'zgardimi? Shundaq. O'zgardi deyilsa biz insonlar, biz musulmonlar o'zgardik. Rabbimizdan uzoqlashib ketdik. Payg'ambarimizni o'zimizga o'rnak ulgi qilmadik. Dindan uzoqlashdik. Biz insonlar o'zgardik. Yani yuqorqi insonlarni oliy maqomga qilgan Alloh hali ham shu qudrat bilan turibdi. Hali ham musulmonlarga yordam qilaman, duolar ijobat qilaman, tövbe istig'for esi mag'firat qilaman, so'rg'inni beraman deb sahar vaqtlarida, kechining oxirgi 3dan bir vaqtlarida dunyo osmoniga tushib, har kuni bandalarga nido qilib turibdi. Allohning muqaddas kalomi Qur'oni Karim hali ham oramizda turibdi. Hani shularni isloh qilgan, shularni katta imperiyalarni bo'ysundirish sababi Qur'oni Karim ham oramizda turibdi. Hozir ma'no maqsadlari har xil tillarga tarjima qilingan, tafsir qilingan va zir zabar harakatlari to'liq qo'yilgan, xato o'qishga hech imkon bo'lmagan bir odam bir xato o'qib qolsa, agar to'r dunyosida qolganlar darhol uning xatoligini bilib oladigan, shu qadar Qur'oni Karimning sonini ko'p besilgan maxsus Qur'on biz zavodlari bo'lgan mutaholat yashayapmiz. Ammo shakl qoldi, mohiyatdan uzoqlashib ketdik. Shu vajdan ilgarikilarni shon sharafga yig'gan bu Qur'on bizga ko'p ta'sir ko'rsatmayapti. Ilgarikilar yuragida saqlagan bo'lsa bu Qur'oni Karimni, amaliyotda ijro qilgan bo'lsa, biz duho va mahmallarga yo'gib, hurmatimizni bildirgandek qilib egiz o'rinlar olib qo'ydik, qo'limizga olmadik. Bo'lib ma'zur oxirgi zamondan keyin cho'ng fitnasi bo'lgan, telefon chiqqandan keyin Qur'oni Karimni qo'limizga elish fursati ko'p ozlab ketdi. Kuniga necha ming ushurlarni ko'rib o'tamiz, nurg'un qismli filmlarni ko'rib o'tamiz, ammo bir sahif Qur'on o'qishga vaqtimiz yo'q. Demak biz o'zgardik. Payg'ambarimizning yo'l ko'rsatkish muborak sunnatlari ham oramizda turibdi. Bu texi bizning tillarda tafsir qilinib, tarjima qilinib, sharh qilinib, texima tushunishga aralashib turibdi.
Allah ile hem şu haltida, Kur'an-ı Kerim şu haltida, hadis Resulullah hem şu haltida. Demek insanlar özgürüp ketdi. Biz musulmonlar dinimizden uzaklaştık. Şu vecdin yukarı musibetler kelyapti. Andaqda meseleni texmi konkret, texmi amaliy tekshirsek, zat hayotlikdagi qaysi amalga, qaysi zanjirga, qaysi halqiga sal qaralgandi. Qarab baqili. İnsanlar nima uchun hozirgidek xotirjamsizlik, baxtsizlik ichida qoldi? Musulmonlar ham shuning qatorida. Nima uchun jamiyat adolatsizlik fitna-fasodga to'ldi? Nima uchun musulmonlar mazlum, nusratdan mahrum olg'uchib qoldi? Nima uchun insonlar o'rmon qonunini yashash girdog'iga yurib qoldi? Buning asli manbasi bo'lsa, shu jamiyatni, shu insonlar to'pini tashkil qilgan oiladan iborat bu asos omilning, mana bu muhim halqi zanjirining buzilganligidir. Yani dinning buzilishi dal mush oiladan boshlangan. Biz dedik, yer sharini zulm qopladi, jamiyatni fasod qopladi deb. Shu yer sharini, shu jamiyatni oila tashkil qildi. Din dushmanlar ham butun diqqatini, barcha zehnini, butun iqtisodini dal mush oilalarni buzishga sarf qilyapti. Tarixdan buyon sarf qilib keldi, hali ham sarf qilyapti. Buningdan ham to'xtaydigandek emas. Chunki ular bilib oldiki, oila buzilsa, oila realisdan chiqsa, kontrollikdan chiqsa, jamiyatning buzilganligini, yer shariga musulmonlarning, yaxshi insonlarning ega bo'lmaydiganligini, aksicha ana shundoq xiyonatkor, aldamchi, soxtipaz, dindan uzoq, Allohni tonimaydigan, shayton uningga boshchilik qiladigan insonlarning yer shariga ega bo'la oladiganligini tushunib yetib, shu oilalarni buzishga qattiq kuch sarf qilyapti. Qarab baqili. Ilgari kinoxona, teatrxona degan oilalarni buzadigan, jamiyatni buzadigan o'rinlar bor edi. Har xil sahnalar bor edi. Hozirgi mushu har xil tashviqotlarningki ana manbasi bo'lgan kinoxon, teatrxonlarni ularning qo'ldan berib o'tkisi yo'q. Shu vajdan bu hali ham bor. Andan keyin Loshangday degan bir narsalar chiqdi. Bu orqali shu teatrxona, kinoxonadagi oilalarni buzish planlari uyga dastlabki qadamda kirdi. Andan keyin CD, VCD, DVD degandek bu oilani buzish maqsad qilingan kino filmlar uyga yetib kirdi. Mahalla-mahallada, do'qmush-do'qmushlarda, hattoki shahar emas, yezi qishloqlarda ham mana bu CD, VCD, DVD degan plastinkalarni setish yoki ijaraga berish, do'konlar o'rinlari ichish orqali bu oilani buzish planlari o'ngishli holatda oilalarga yetib kirdi. Buning yo'llarini qulaylashtirib berdi, bahosini arzon qilib berdi. Shu jarayonda televizorni ham oilalarga yetib kirdi. Bu televizor o'zininki dilbuzurlik rolini haqiqiy joriy qildirdi. Er ayol o'tirisidagi, ota-ona bola o'tirisidagi padishaplarning ko'tarilib ketishiga ham sabab bo'ldi. Undan boshqa har xil o'yinlar, bolalar o'ynayotgan, yoshlar o'ynayotgan, hatto cho'nglar o'ynayotgan. Andan keyin hozir qo'limizdagi aqlli telefonlar, kompyuterlar. To'g'ri, bu narsalarning ijobiy taraflari ham bor, foydali taraflari ham bor. Ammo bularni ishlab chiqargan o'rinlar, shaxslar, organlar küfür bo'lganlikdan, buzg'unchilar bo'lganlikdan, musulmonlarning dushmanlari bo'lganlikdan, bularningki asli maqsadi oilani buzish bo'lganlikdan, buning ijobiy tarafidan salbiy tarafi ishib ketdi. Ya'ni foydali tarafidan ziyonli tarafi ishib ketdi. Sabab nima? Sabab yana shu jamiyatning islohotininki asosi bo'lgan, ximiy turish bo'lgan, tunji universitet madrasa bo'lgan oila buzish. Shuna bu masala kelganda alohida ho'shyor bo'lishimizga to'g'ri keldi. Bo'libmi mush aqlli telefon chiqqandan keyin, aqlli telefon deb atalgan mush telefon chiqqandan keyin dunyoning sharqi bilan g'arbi tutishib ketib, bir inson dunyoning sharqida o'tirib, g'arbida bo'layotgan ishni shu vaqtning o'zida xabar topadigan bir holat shakllandi. Bu bir tarafdan yaxshi, buning ijobiy taraflari ham bor, lekin yuqori degandek, buni chiqarayotganlar din dushmanlari bo'lganlikdan buning salbiy tarafi ziyoda bo'lib ketdi. E'tiqodga har xil hujumlar va har xil axloqsizliklar tashviq qilindi. Buni ziynni bo'lib bakrak o'smirlar, yoshlar, bolalar ko'ryapti. Ya'ni xuloslasak, mana bu kinoxona, teatrxonalardan boshlanib oxiri har bir kishining qo'liga birdan tekkan, hatto bir qanchadan tekkan mana bu aqlli telefonlardan iborat. Mana bu tashviqot vositalarining tub vazifasi insonlarni Allohdan uzoqlashtirish orqali axloqsizlik, zina fohishini o'g'itish. Oqibat oilani buzish. Shaytonning asosiy vazifasi shu. Shaytonning eng xursand qilgan narsa oilaning buzilishi. Er ayolning ayrilib ketishi. Shu vaqtga hadisda ochiq bayon qilingan. Hatta qotillikdan ham shayton ko'p xursand bo'lib ketmaydi ekan. O'g'irlikdan ham, zinodan ham ko'p xursand bo'lib ketmaydi ekan. Ammo er ayolning ayrilib ketishi,
Ya'ni oilaning buzilishidan shayton intayin xursand bo'ladi ekan. Va shu oilaning buzilishiga sabab bo'lgan bolasiga toj kiydirib, maqomini ustun qilib, o'ziga yaqin tutadi ekan. Chunki oila buzilsa, buzilgan oiladan o'g'rimi chiqadi, qaraqchimi chiqadi, zinoxo'rmi chiqadi. Oila buzilgandan keyin bo'ldi. U kishi aqli, axloqi, jismoniy jihatlardan kontrollikdan chiqadi. Har ko'chaga desaydi, har sanamga desaydi. Kontrollikdan chiqqandan keyin. Xuddi poyez relsdan chiqsa, qalayliqan atrofidagi hamma narsalarni dastlab, yenjib, usib manganga o'xshash. Shunga tinch, xotirjam, baxtlik o'tayotgan oilalar joylashgan rayonlarda axloqsizliklar, jinoyatlar, buzuqchiliklar oz bo'ladi yoki bo'lmaydi. Qayerda ajrashish, taloqlar ko'p bo'lgan bo'lsa, shu rayonda har xil jinoyatlar ko'p bo'ladi. Qarindoshlar, oila bayni bir zavodga o'xshaydi. Ya'ni odam ishlab chiqargan zavod. Zavod qanday bo'lsa, shuningga yarasha mahsulot ishlab chiqariladi. Agar zavod sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan ilg'or bir zavod bo'lsa, undan chiqqan insonlar ham Allohga yaqin turadigan, insonlarga manfaat yetadigan, yer sharini gullantiradigan insonlar olib chiqadi. Ya'ni oilaga bog'liq, ota-onaga bog'liq shu oiladagi. Agar bu ailening tuzumi Allohni g'azablantiradigan, jamiyatga nisbatan bir yuk bo'ladigan, insoniyatga hech qanday manfaati bo'lmaydigan kishilardan tashkil topgan bo'lsa va tuzumi shunga yarasha bo'lgan bo'lsa, albatta bu zavoddan, bu ailadan nachar insonlar maydonga keldi. Ya'ni bu zavod ya insoniyatga, jamiyatga, ummatga, millatga, vatanga foyda chiqaradi va yoki zaminga, insonlarga, o'z millatiga, vataniga, umum islom ummatiga yuk bo'ladigan, baridan yo'q yaxshi bo'lgan keraksiz dashqal insonlarni ishlab chiqaradi. Oila mana bu shunday muhim bir zavod. Agar bunda keraksiz inson degan zavod bo'lib qolsa, u zavodning mavjudligidan vayron bo'lib ketgani yaxshi. Yana bir ma'nodan qarasak, oila ayni bir davlatga o'xshaydi. Ya'ni er ayol va farzandlarni tashkil topgan bir hukumat. Bu hokimiyatning qonun tuzumi, sistemasi qanday bo'lsa, uning fuqarolar shuni qarta bo'ladi. Demak, kichik chaqlamaydi. Oilamiz yoki bir zavodga o'xshaydi, yoki bir necha million fuqaroga ega, necha ming kvadrat kilometr musofaga ega bo'lgan bir davlatga o'xshaydi. Shunga bu oilani qanday idora qilish, qanday boshqarish ilm talab qiladi, saviya talab qiladi, sabr talab qiladi, iqtidor talab qiladi. Shunga bu oilani agar o'ygan bo'lsak, fursatni ching tutib, bo'shliqlarni to'liqlash lozim. Navbatda insonlarning ahvoliga qaragan bo'lsak, %95% majra oilada yuz beryapti. Yoki ayol o'tirisida, yoki ota-ona bilan bola o'tirisida yuz beryapti. Ko'chalarda, bozorlarda yuz berayotgan jidal majralar 5% tashkil qiladi. Her türlü qatillik va yoki bir-biriga nisbatan zo'ravonlik, tajovuz, zulm qatorliq jinoyatlarning 95% ham shu oila yuz beradi. Bo'libmi, muhojirchilikda, musofirchilikda, chet el hayotida bu ahvollar texmi ko'p yuz beradi. Buning bir qancha sabablari bor albatta. Biri bu muhojirchilikda, musofirchilikda yo'l ko'rsatadigan, aql o'rgatadigan, ig'irchiliklarni teng ko'tarishib beradigan, ota-ona, urug' tuqqan qavmi qarindoshlarning o'z yurtida qolib qolganligi. Yana bir jihatdan qaraganda har turli iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy bisimlar. Yana undan boshqa bu oila qurgan ko'pinchalarninki, ya'ni hijrat qilib chiqqan, musofir bo'lgan, oila qurgan ko'pinchalarning yoshlar bo'lganligi sababli. Yani turmush tajribasining kamchiligi bo'lganligi. Mana bu sababdan oilalarning buzilishi ham yuqori pallada. Mana bu sababdan kelayotgan savollar, og'riyotgan da'volar %98% er-ayol turmushda ko'ngilsizliklarga aloqador bo'ladi. Yo'ldoshi ayolni uribdi, zulm qilibdi, yoki ayol eriga itoatsizlik qilibdi va yoki shu ayol o'zi shikoyat qilib kelayotgan. Yo'ldoshim menga undaq qildi, mundaq qildi, yoki er kishi shikoyat qilayotgan. Ayolim menga itoatsizlik qilyapti, qanday qilaman? Va yoki ota-ona bilan bola o'tirsida. Ko'proq er-ayol o'tirsida. Xuddi boshqa ishlar yo'qdek, bir g'amsiz, to'qqizimiz talug'an, hech dardimiz bo'lmagan insonlardek ayrılayotgan da'volar, kelayotgan savollar %98% er-ayol turmushda ko'ngilsizliklar aloqador bo'ladi. Oilalarning buzilishi vallohu alam hozir dunyo bo'ylab eng chekiga yetgan rekord buzdigan bir asrda yashayapmiz. Masalan, statistikalarga qarab bakadigan bo'lsak, bu vaqtdagi Misrdagi statistikaga qarasak, har 1 soatda 25 oila buzilgan ekan. 1 soatda 25 oila. Ya'ni har 2,4 minutda bir oila buzilgan ekan. Taxminan 2,5 minutda bir er-ayol ayrilgan ekan. Bu nihoyat cho'ng sonda. Demak, mushu Misrning o'zida buzilgan mushu oilalar sababliklar har soatda 25 shayton, bo'z iblis tarafidan taj kuydirilib o'tadi degan gap.
bir saatte 25 şeytan mukopatlanıvatıdı degan. Çünkü bat kelgan sahih hadisda bir ayol ayırgan balasiga iblis toj kiydirib, uni mukofotlab, "Voy yaxshi balam, nima degan yaxshi ish qilding" deb o'zini yeni tortadiganligi zikr qilingan. Birisi insonlarning turmushi buzilyotidi. Buning bilan bo'lib qolmay, dushmanimiz bo'lgan shayton toj kiydiryotidi. Mukofotlanyotidi. Hem onun başka Kuveyt, Saudi Arabistan, Dubai, Tunis, Irak ve onun başka her xil Türkiye devletler, Müslümanlar joylashgan rayonlar. Bularda bu ahvol yig'ir. Bular hammasi musulmon xalqlar yashaydigan rayonlar. Payg'ambarlarning ko'p qismi mana shu yerdagi payg'ambar bo'lib kelgan. Din bizga mana shu rayonlardan tarqab yetib kelgan. Bu talaq orqali buzilgan oilalarning holati. Talaq bo'lmay turib, oilada bo'layotgan jidal majralarchi. Bizning oilamizning holati ham, biz Sharq Turkistonliklarning oilamizning holatlari ham bulardan ko'p farq qilib ketmaydi. Agar bularni statistik qilingan bo'lsa, odamni cho'yish tushmaydi. Holat bunday ekan, oilalardan tashkil topgan jamiyatning ahvoli qanday bo'lmoqchi? Musulmonlar jamiyatining holati qanday bo'lmoqchi? Mana bular dinning buzilayotganligiga yoki yo'qilayotganligiga, haq huquqlarning dafsanda qilinayotganligiga ochiq-oshkor dalolat qiladi. Eng muhimi qarindoshlar, mana bu fojialar oila tarbiyasining mavjud emasligini yoki mavjud bo'lsa-mu to'g'ri bir shaklda bo'lmayotganligini ko'rsatib berdi. Qaraydigan bo'lsak, har qanday katta yetakchi peshvolar mana shu oilada tarbiyalanib yetishib chiqqan va yetishib chiqyapti. Agar tarbiya to'g'ri bo'lsa yoki tarbiya mavjud bo'lsa, albatta katta insonlar shu oilada yetishib chiqadi. Chunki biz yuqori dedik, bu oila bir zavodga o'xshaydi dedik. Masalan, mashhur sahoba Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhuni tarbiyalagan onun anası Safiye bint Abdülmuttalib radhiyallohu anha anamız. Yani ailede terbiyelengen. Zübeyir ibn Avvam kim? Resulullah'ın 10 kol veziridik. Ötkür kılıçlarından boğan bir kılıç. Zübeyir ibn Avvam, Bekir Sıddık radhiyallohu anhu'nun ki kızı Esma anamızdan yoldaşı. Abdullah ibn Zübeyir muş ailede yetişip çıkan. İmamlardan Araplarının fakih alimi ve muhaddis ibn Magan Sufyan-ı Sevri'ni hem anısı terbiyelegen. İmam ve fakih Abdullah ibn Mübarek'ni hem anısı ailede terbiyelegen. İmam Bukhari, hammamizga tanışık olgan İmam Bukhari'ni terbiyelegen hem onun anısı. İmam Malik'ni terbiyelegen hem onun anısı. Aliye isimlik anısı. İmam Şafii'ni Şafii qilgan onun anısı. Dadisi İmam Şafii yaş vaqtida vafot etib ketgan. Shu vajdan İmam Şafii'ni 4 mazhab peshvolaridan biri bo'lgan dunyoga dangliq İmam Şafii'ni anısı terbiyelegen. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah'ni ham terbiyelegen onun anısı. İsmi Safiye. Hafiz ibn Hajar, yani Fathul Bari degan Sahih Buxoriyning 14 tomliq sharhisini yozgan Hafiz ibn Hajar Asqalonining tarbiyalagan Sittur Rakba ismli uning hamshirisi. Islomning shayxi deb nomlangan Shayxul Islom ibn Taymiyaga ham uning onasi zo'r ta'sir ko'rsatgan. Onasining ismi bilan atalgan. Onasi vaziyat qiluvchi ayol bo'lib, Ibn Taymiya uningga nisbat berilgan va uning bilan tanilgan. Yani Taymiya degan onasining ismi. Endi yaqinqi zamon ulamolarımızdan İmam bin Baz, şu ko'zi ko'rmaydigan, qarg'u holatda yashagan va shu holatda vafot topgan ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi imomlardan kattasi bo'lgan İmam bin Baz rahimahullohni tarbiyalagan ham uning onasi edi. Yani Haya degan ismlik shu onamiz edi. Liviyaning qahramonlaridan mujohidlar har vaqt sharaf bilan, iftixor bilan, hurmat bilan tilga oladigan Ömer Muxtar rahimullohda ham ayolining cho'ng roli bo'lgan. Ömer Muxtar rahimulloh ayoli vafot topganda yig'ilgan ekan. Atrofdagilar uni "Nimishqa yig'laysiz?" deb so'raganda, u kishi javoban, "Chidirga kirganda ayolim menga chidirning ishkini ko'tarib beradi. Men uningdan nimishqa bunday qilasiz?" desam, ayolim shunday dedi ekan, "Sizning Allohdan boshqaga egilmasligingiz uchun shunday qildim" deb javob bergan deydi. Demak, chidirning pardasini shunday ochgan vaqtda inson egiladi. Tik holatda ko'rsin, düz holatda ko'rsin. Allohdan boshqaga egilmasin deganni maqsad qilib turib, ya'ni tik tursin, iymonda mustahkam tursin, erlikida mustahkam tursin, mujohidligida, g'ururida sabit tursin deb ayoli mana shunday yo'lga qo'ygan ekan. Demak, har qanday bir katta kishining keyinda bir muallima, bir sabrchan bir ustoz ayol bor. Ya u ayol onasi bo'ladi, yoki ayol bo'ladi va yoki ojiz singlisi bo'ladi. Mana bu mendan qaraganda ayollar haqiqatan bir qo'lida beshikni, yana bir qo'lida dunyoni tavirtidi deganimiz bu xato gap emas. Mana bular oilaning rolini, uning inson avlodi uchun birinchi madrasa ekanligini ko'rsatadi. Oila bo'libmi oiladagi ona yoki ojiz singillar erkaklarning orqa terik. Shu ayollar islohati oila va jamiyat islohotining kapolati.
Demek ata-ananın, bulupmu ananın ailedeki vazifesi şu kadar mukaddes ki fakat balanın qo'sqini bekib qo'yish, kiyimini bütün qilib qo'yish emas. Balki ana shu farzandni Allohga itoatman qul, payg'ambarga samimiy ummat, ata-onasiga vafodor farzand, insoniyatga manfaatli odam qilib e'tiqodliq, ilmlik, axloqliq, g'ururliq, vijdonliq, safoliq, saviyalik biri qilib yetishtirib chiqish. Ben şu jarayonda erning ham din yo'lida qilayotgan to'g'ri samimiy xizmatlarini, amal ibodatlarini qo'llab quvvatlash. Afsus, ming afsus. Bunda mas'uliyatchanlik bilan ulug'vor g'oyali farzand tarbiyalash hozir nihoyat kamdan kam oilalarda tepilyapti. Bo'lmasa farzandni ilm yetishtirishning yo'llari, u farzandni har xil saviyada yaxshi bir farzand qilib tarbiyalashning yo'llari hozirgi fan texnik zamonda shu qadar qulaylashdi. Boshqa qit'ada turayotgan, boshqa okeanda yashayotgan, yer sharining yana bir burchida yashayotgan kishilardagi, ustozlardagi ilmni yer sharining yana bir burchida turib ola oladigan qulay bir sharoit yashayapmiz. Mana vabo mezgilda yashayapmiz. Sirtqi chiqish cheklanayotgan, cheklanmagan holatdami ko'p bir andishilik zamonlarda yashayapmiz. Kishilar bir-biridan qechayotgan bir zamonda yashayapmiz. Mana bu vaqtning o'zida internet yo'llari bilan telefon va yoki kompyuter orqali ilm bilishning yo'llari ham to'xtab qolgani yo'q. Uyda o'tiriblar dunyoning qanday bir rayonidagi ilmni qolay bemalol oladigan bir vaziyatda yashayapmiz. Demak, farzand tarbiyalashning yo'llari osonlashdi degan gap. Xristian ko'p albatta, yuqorida biz zikr qilib o'tdik. Hamda oilaga, ayol masalasiga qaytib kelsak, navbatda iblis va uning lashkarlari bo'lmish shaytonlar, qarindoshlar eng g'alaba qilgan. Bu sababli har bir lashkar, shaytondan iborat har bir lashkar toj kiygan bir ochiq, ammo real vaziyatni boshdan kechiryapmiz. Bunun uchun avval ayollarning haq-huquqlari, bir-birining ustidagi majburiyat, mas'uliyatları va oilaga aloqador boshqa masalalar muhim bo'lib, biz keyingi soatlik darslarimizda bu masalalar haqida to'xtalamiz inshaalloh. Vaqt munosabati bilan darsimiz mushayichi bo'lsin. Vallohu a'la va a'lam. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.